Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Men bugun siz bilan shoshilinch ravishda muhokama qilishimiz shart bo'lgan bir masalada gaplashish uchun aynan mana shu videoni yozdim. Bu shunchaki bir tavsiya emas. Balki har biringizga taalluqli bo'lgan kelajagingizga, moliyaviy barqarorligingizga va davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlaringizga bevosita ta'sir qiladigan jiddiy ogohlantirishdir. Shu sababli iltimos diqqatingizni jamlang va bir lahza ham chalg'imang. Hozir aytiladigan ma'lumotlar siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Keling, gapni cho'zmasdan darhol masalaning mohiyatiga o'taylik. Ammo undan oldin iltimos kanalimga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosing. Bu videoni ko'proq odamlar ko'rishi va muhim ma'lumotlardan boxabar bo'lish uchun juda muhim. Asosiy muammo shundaki, bizning jamiyatimizda, xususan davlat xizmatlaridan foydalanish va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, odatda bu haqda ma'lumot kechroq yoki bo'lak-bo'lak yetib boradi. Vaziyat shundayki, yaqin vaqt ichida juda muhim, fundamental o'zgarish kuchga kiradi. Bu o'zgarish avvallari ko'nikkan tartiblarimizni tubdan o'zgartiradi va ko'pchilik odamlar bu haqda hali to'liq xabardor emas. Oldin qanday edi? An'anaviy tizimda biz ko'pgina jarayonlarni, masalan, bank operatsiyalarini, davlat muassasalaridagi hujjat ishlarini, hattoki oddiy bir to'lovni ham shaxsan bo'lib, qog'oz hujjatlar orqali amalga oshirar edik. Pasport, shaxsiy guvohnoma, turli ma'lumotnomalar, bular bizning asosiy identifikatsiya vositalarimiz edi. Bankda hisob ochish uchun navbatda turishimiz, soliq idorasiga borib hujjat topshirishimiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida YDXP ro'yxatdan o'tishimiz kerak edi. Lekin ko'pincha bu faqatgina jismoniy shaxsni tasdiqlash uchun edi. Elektron imzo ko'proq yuridik shaxslar yoki tadbirkorlar uchun muhim edi. Oddiy fuqarolar uchun esa undan foydalanish majburiy emas edi va ko'pchilik uning ahamiyatini to'liq tushunmas edi. Xizmatlarni onlayn olish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, ko'pchilik baribir an'anaviy usullarni afzal ko'rar edi. Chunki bu ularga tanish va tushunarli edi. Ko'pchilikning internetga kirish imkoniyati cheklangan edi yoki raqamli savodxonlik darajasi past edi. Shuningdek, ko'plab xizmatlarni olish uchun siz shaxsan mavjud bo'lishingiz va imzongizni qog'ozga qo'yishingiz kerak edi. Bu esa vaqt talab qiladigan byurokratik jarayonlar edi. Endi esa vaziyat butunlay o'zgarmoqda. Davlatimiz tobora raqamli transformatsiya yo'liga o'tmoqda. Bu borada raqamli shaxsiy guvohnoma yoki qisqacha RSD deb ataladigan yangi tizim joriy etilmoqda. Aslida bu raqamli shaxsiy guvohnoma deganda sizning shaxsingizni masofadan butunlay xavfsiz va aniq identifikatsiya qilish imkoni beruvchi yagona elektron tizim tushuniladi. Endilikda e-imzo oddiy fuqarolar uchun ham majburiy va hayotiy zaruriyatga aylanmoqda. Ko'plab davlat xizmatlari, bank operatsiyalari, hatto ayrim kommunal to'lovlarni amalga oshirish yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash uchun ham RSG bilan birga e-imzo talab qilinadi. Bu shuni anglatadiki, siz nafaqat o'zingizni onlayn platformalarda identifikatsiya qila olishingiz, balki o'z harakatlaringizni elektron imzo bilan tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Oldin faqat login va parol yetarli bo'lgan joylarda endi login, parol va imzo kombinatsiyasi zarur bo'ladi. Bu tizimga o'tishning asosiy maqsadi barcha jarayonlarni soddalashtirish, byurokratiyani kamaytirish, xizmat ko'rsatish tezligini oshirish va eng muhimi korrupsiyani minimallashtirishdir. Ammo agar siz ushbu o'zgarishlarga tayyor bo'lmasangiz, bu siz uchun katta muammolar tug'dirishi mumkin. Keling, bu yerda nimalarni bilishingiz kerakligini, kimlar ayniqsa xavotir olishi kerakligini va kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, bu tizimdan har bir fuqaro xabardor bo'lishi shart. Chunki u ertami kechmi har birimizga ta'sir qiladi. Hukumatning maqsadi 2025 yilga qadar barcha asosiy davlat xizmatlarini to'liq raqamli formatga o'tkazish. Bu esa deyarli barcha operatsiyalarni onlayn amalga oshirishni talab qiladi. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? Bu avvalambor yoshi kattalar, mobil telefondan yoki kompyuterdan kam foydalanadiganlar, chekka hududlarda yashovchilar va raqamli savodxonligi past bo'lgan fuqarolar. Ular yangi tizimga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Misol uchun, keksa yoshdagi fuqarolar pensiya olish, kommunal to'lovlarni to'lash yoki shifokorga yozilish kabi eng oddiy harakatlarni ham ilgari qog'oz shaklida amalga oshirgan bo'lsalar, endi bu jarayonlar raqamli formatga o'tadi. Aytaylik, 70 yoshli buvimiz Marhaba xola avval har oy pensiyasini bank kassasidan
yoki pochta orqali olayotgan edi. U kishi nafiya yoki boshqa davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy yordam pullarini olish uchun mahalla fuqarolar yig'iniga qog'oz arizlar bilan murojaat qilar edi. Endilikda agar marhabo xola yangi raqamli shaxsiy guvohnoma tizimiga ro'yxatdan o'tmasa va imzoga ega bo'lmasa, u pensiyasini avvalgidek ola olmasligi. Ijtimoiy yordam uchun elektron ariza bera olmasligi yoki hattoki elektr energiya bo'yicha imtiyozlarni yangilay olmasligi mumkin. Tasavvur qiling. U kishi o'zining yagona daromad manbaidan mahrum bo'lishi yoki muhim imtiyozlarni yo'qotishi mumkin. Bu shunchaki bir misol, lekin bu holat millionlab keksa fuqarolarimizga tegishli bo'lishi mumkin. Boshqa bir misol, kichik biznes egasi. Masalan, 45 yoshli tadbirkor Alisher aka do'konni ro'yxatdan o'tkazish, soliq hisobotlarini topshirish yoki litsenziya olish uchun har doim davlat xizmatlari markaziga shaxsan borib, qog'oz hujjatlar bilan ishlagan. Uning uchun imzo faqatgina yuridik shaxs sifatida zarur edi va u buni buxgalter orqali qandaydir qilib hal qilib kelgan. Endi esa RSG joriy etilishi bilan Alisher aka nafaqat tadbirkor sifatida, balki oddiy fuqaro sifatida ham ko'plab operatsiyalar uchun shaxsiy imzoga ega bo'lishi shart. Agar u o'zining RSD va imzo tizimini faollashtirmasa, u onlayn tarzda shartnomalar tuzish, tovarlar importi uchun ruxsatnomalar olish yoki hatto o'zining shaxsiy bank hisobini boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Misol uchun, uning tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan, oddiy bir shaxsiy ipoteka kreditini rasmiylashtirish yoki o'z nomidagi mulkni sotish kabi operatsiyalarni amalga oshirish uchun ham RSG va imzo talab qilinadi. Bu esa uning shaxsiy va biznes hayotida jiddiy to'siqlarga sabab bo'ladi. Yana bir misol, 3 yoshli yosh oila, Sevara va Dilshodlar farzandlarining bog'chaga qabul qilinishi uchun onlayn navbatga turish, to'lovlarni amalga oshirish yoki maktabga hujjat topshirish kabi jarayonlarni endi faqat RSG orqali amalga oshira oladi. Agar ular oila a'zolarining RSG tizimini faollashtirmasa, farzandlarini bog'chaga bera olmasligi, o'quv yurtlariga hujjat topshira olmasligi yoki hattoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarga o'zgartirish kiritishda ham muammolarga duch kelishi mumkin. Bu esa ularning farzandlarining kelajagiga bevosita ta'sir qiladi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bu raqamli texnologiyalar bilan yaqindan tanish, mobil ilovalar va internetdan faol foydalanadigan yoshlar va zamonaviy mutaxassislar. Ular uchun yangi tizimga o'tish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki ular allaqachon elektron xizmatlardan foydalanishga ko'nikkan. Biroq ular ham RSS tizimining barcha nozik jihatlarini, xususan xavfsizlik qoidalarini bilishlari shart. Chunki har qanday yangi tizim o'zining xavflari bilan birga keladi. Endi esa ushbu yangi tizimning istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlariga to'xtalib o'taylik. Bu juda muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Birinchi istisno, ayrim fuqarolar, masalan, yoshi juda keksa bo'lganlar yoki nogironligi tufayli davlat xizmatlari markaziga bora olmaydiganlar uchun uyda xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. Ammo bu tizim hali to'liq ishga tushmagan va u bo'yicha maxsus tartiblar ishlab chiqilishi kerak. Hozircha bu istisno emas, balki qulaylik yaratishga qaratilgan harakatdir. Shuni yodda tutingki, siz o'zingiz bora olmasangiz ham oila a'zolaringiz yoki ishonchli vakilingiz orqali tegishli murojaat qilishingiz mumkin. Ammo bunga ham imzo kerak bo'ladi. Ishonchli vakil ham o'zining imzosiga ega bo'lishi lozim. Ikkinchi istisno, xorijda yashovchi O'zbekiston fuqarolari uchun RSG olish tartibi. Ular konsullik muassasalarida yoki masofaviy usullar orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Lekin bu jarayon biroz vaqt talab qiladi va qo'shimcha hujjatlarni talab qilishi mumkin. Bu masala ham hozirda takomillashtirilmoqda va aniq ko'rsatmalar tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda. Lekin hozircha agar siz chet elda bo'lsangiz, o'z vakilingiz orqali harakat qilishingiz kerak bo'ladi va bu sizdan jiddiy tayyorgarlikni talab qiladi. Endi tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida. Eng katta tuzoq bu ma'lumotlar xavfsizligi. RSG va imzo tizimlari sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, moliyaviy operatsiyalaringizni va boshqa muhim ma'lumotlaringizni o'z ichiga oladi. Agar siz o'zingizning imzo kalitingizni, parolingizni yoki RSG ma'lumotlaringizni begonalarga oshkor qilsangiz, firibgarlar sizning nomingizdan har qanday operatsiyani amalga oshirishi mumkin. Masalan, sizning nomingizga kredit olish, mulkingizni sotish yoki boshqa moliyaviy jinoyatlarni sodir etishlari mumkin. Bu borada juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Hech qachon, hech kimga, hatto o'zingizning bank xodimi
yoki davlat xizmatchisi deb tanishtirgan shaxslarga ham o'z parollaringizni yoki ariza raqamingizni aytmang. Unobvious, nuances, unchalik aniq bo'lmagan nozik jihatlar. Bir vaqtning o'zida bir nechta EMZO kalitiga ega bo'lish imkoniyati. Siz jismoniy shaxs sifatida alohida EMZO kalitiga, tadbirkor sifatida esa yana bir EMZO kalitiga ega bo'lishingiz mumkin. Bularni bir-biriga aralashtirib yubormaslik juda muhim. Har bir EMZO o'zining vakolat doirasiga ega. Agar siz noto'g'ri EMZO bilan operatsiya qilsangiz, u haqiqiy hisoblanmasligi yoki huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ikkida. EMZO kalitining amal qilish muddati. EMZO doimiy emas. Uning amal qilish muddati bor va u tugagach uni yangilash kerak bo'ladi. Ko'pchilik buni unutadi va eng muhim paytda EMZO ishlamay qoladi. Misol uchun, soliq hisobotini topshirishning oxirgi kunida EMZO kalitingizning muddati tugaganini bilsangiz, bu siz uchun katta muammolar tug'dirishi mumkin. Chunki jarima yoki boshqa sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun EMZO kalitingizning amal qilish muddatini doim nazorat qilib boring va uni muddatidan oldin yangilab oling. Uch mobil ilovalar bilan integratsiya. Arizga tizimi faqatgina EDX portalida ishlamaydi. Bu ko'plab mobil ilovalar, jumladan bank ilovalari, kommunal to'lov ilovalari va boshqa davlat xizmatlari ilovalari bilan integratsiya qilinadi. Bu shuni anglatadiki, siz RSG va EMZO yordamida smartfoningiz orqali ko'pgina operatsiyalarni amalga oshira olasiz. Bu juda qulay, ammo shu bilan birga mobil qurilmangiz xavfsizligini ham ta'minlashingiz kerak. Agar telefoningiz yo'q bo'lsa yoki o'g'irlansa, undagi ma'lumotlar va EMZO kaliti firibgarlar qo'liga tushishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qanday harakatlanish kerak? Bir qadam raqamli shaxsiy guvohnomangiz RSGni faollashtiring va EMZO oling. Bu birinchi va eng muhim qadam. Hozirgi kunda RSD tizimini faollashtirish va EMZO olishning bir necha usuli mavjud. Davlat xizmatlari markaziga shaxsan boring. Bu eng ishonchli va keng tarqalgan usul. Sizga pasportingiz va mobil telefoningiz kerak bo'ladi. Markaz xodimlari sizga to'liq yordam beradi. Barcha jarayonlarni tushuntiradi va o'sha yerning o'zida RSGni faollashtirib, EMZO kalitini beradi. Odatda EMZO uchun kichik miqdorda davlat boji undiriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali EDX orqali masofaviy tarzda. Agar sizda allaqachon EDX'da ro'yxatdan o'tgan shaxsiy kabinetingiz bo'lsa va banklarda identifikatsiyadan o'tgan bo'lsangiz, ko'pgina banklarning mobil ilovalari orqali ham masofaviy tarzda EMZO olish imkoniyatlari paydo bo'lmoqda. Masalan, ayrim bank ilovalarida identifikatsiyadan o'tish funksiyasi mavjud bo'lib, bu sizning shaxsingizni tasdiqlash va EMZO olish uchun videodan foydalanishni talab qilishi mumkin. Bu usul juda qulay, lekin to'liq raqamli savodxonlikni va ishonchli internet aloqasini talab qiladi. Mobil ilovalar orqali. Hozirda MyID kabi maxsus mobil ilovalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular orqali siz pasportingizni skanerlab, yuzingizni tanitish, face recognition orqali shaxsiy identifikatsiyadan o'tishingiz va EMZO olishingiz mumkin. Bu usul kelajakda yanada keng tarqaladi va soddalashadi. Ikki qadam RSZ va EMZOdan foydalanishni o'rganing. EMZO kalitini olganingizdan so'ng uni kompyuteringizga o'rnatish yoki mobil ilovalarga ulashni o'rganishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazlarida yoki EDXP portalining yordam bo'limida batafsil qo'llanmalar mavjud. Amaliyot uchun kichik operatsiyalardan boshlang, masalan, kommunal to'lovlarni to'lash, ma'lumotnoma olish uchun ariza yuborish kabi. EMZO bilan ishlash uchun maxsus brauzer kengaytmalar, pluginlar yoki dasturiy ta'minotlar talab qilinishi mumkin. Bularni tegishli davlat resurslaridan yuklab oling. Firibgarlar saytlaridan saqlaning. Uch qadam. Oila a'zolaringizga yordam bering. Agar oilangizda yoshi katta yoki raqamli savodxonligi past bo'lganlar bo'lsa, ularga RSG va EMZO olishda yordam bering. Ularning ma'lumotlarini xavfsiz saqlashni tushuntiring. Ularni bu tizimdan mustaqil foydalanishga o'rgating, toki ular hech kimga bog'liq bo'lmasin. Agar siz ularning EMZO kalitini o'zingizda saqlasangiz, buni faqat ishonchli va xavfsiz joyda qiling. Lekin eng yaxshisi, har bir insonning o'z EMZO kaliti o'zida va uning nazorati ostida bo'lishidir. Ularga o'z parollarini hech kimga aytmaslikni va ularni yozib olmaslikni tushuntiring. 4 qadam ma'lumotlar xavfsizligiga jiddiy e'tibor bering. EMZO parolingizni hech kimga bermang. Mobil telefoningizga o'rnatilgan ilovalarni muntazam yangilab turing. Elektron pochta orqali kelgan shubhali xabarlarga e'tibor bermang.
ularda arizga yoki e-imzo parolingizni so'rashi mumkin. Bu firibgarlarning hilasi. Faqatgina ishonchli manbalardan davlat resurslari dasturiy ta'minotlarni yuklab oling. E-imzo kalitingizning amal qilish muddatini muntazam tekshirib boring va uni o'z vaqtida yangilab oling. Sizga keladigan SMS xabarlarga e'tibor bering. E-imzo muddati tugashi haqida ogohlantirishlar bo'lishi mumkin. 5 qadam. Davlat xizmatlari markazlari yoki 1092 qisqa raqamiga murojaat qiling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki qiyinchiliklarga duch kelsangiz, davlat xizmatlari markazlariga borib maslahat oling. Ular sizga to'liq yordam berishga majbur. Shuningdek, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining 1092 qisqa raqamli ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib ham maslahat olishingiz mumkin. Aziz tomoshabinlar, men sizga aytmoqchi bo'lgan asosiy g'oya shu ediki, bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu o'zgarishlardan qo'rqish emas, balki ularni o'rganish va undan to'g'ri foydalanish muhim. Raqamli shaxsiy guvohnoma va e-imzo sizning kelajakdagi qulayligingiz va xavfsizligingiz garovidir. Bu qadam nafaqat vaqtingizni tejaydi, balki sizni ortiqcha bürokratik jarayonlardan xalos qiladi. Ammo bunga tayyor bo'lmaslik jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun hoziroq harakat qiling, kechiktirmang. Chunki ertaga balki kech bo'lishi mumkin. O'zingizni va yaqinlaringizni raqamli kelajakka tayyorlang. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu borada qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling.